Sarangi sotquchi qizchaq. Nurg'un yillar ilgari Yevropadagi bir shaharda intayin nomrod bir oila o'tgan ekan. Bu oilada bir qizchaq bor ekan. U sarangi setib uyning kundalik xarajatini qamdaydi ekan. Kuni yilning oxirgi oqshimi, ya'ni Avropa oqshimi havo bek sovib ketibdi. Atgandan beri yig'iyotgan qor zodili to'xtamabdi. Mushundaq sovuq ham qorong'u kechida yalangbosh, sopmi-kash kiyib olgan qizchaq sarangi sotqili chiqibdi. Sovuqda kash nimaga dol bo'lalisin? U kiyib olgan kash bak cho'ng edi. Onasi doim putidan solmay kiyib yuradi ekan. Qizchaq yo'ldan o'tayotganda bir paytun kelib qopdi-da, oldirashchilikda kash putidan tushib qopdi. Shuning bilan oyoqsiz qolgan qizchaqning putlari muzlab, qizirib ketibdi. Qizchaq to'nglig'idan shumshaygan holda ko'cha aralabdi. Bu chaqda uylardan yangi yil tantanalari, xushal kulki sadolari anglanib turgan ekan. Qizchaqning ko'ni partuqida nurg'un sarangi bor ekan. Lekin u atgandan beri bir qopni sotolmabdi. Hech kim uningga bir tiyin pulmi bermabdi. Och qursoq ham to'nglab ketgan bechora qizchaq to'xtamay oldiga qarab mengibdi. Uning ko'rinishi va ayni qattiq jafoda qolgan bir odamning suratiga o'xshaydi ekan. Nurisida yeyilib turgan oltin rang sochlari qorda oppoq bo'lib qolgan bo'lib, shuncha chiroyli ko'rindi ekan. Barliq derazalar yo'q. Ko'chini o'rdak kavoblarining mazzilik puroqlari bir olgan ekan. Qizchaq manga ishki uyning oralig'idagi bir tor bulunga kelib tugilib o'ltiribdi. Putlarini ching tugibdi. Shundaqdimi yanili muzlabdi. U bir tiyinmi pul topolmag'achqa uyiga qaytib ketishdan qo'rqibdi. Uyiga borsa, dodisi uradi ekan. Yana kelib ularning uyimi talog'i o'xshash sovuq ekan. Uyning o'yisi to'shik ekan. Eski lata va paxollar bilan aytivatgan bo'lsa-mu, sovuq shamol yanala qo'rqirab kirib turadi ekan. Uning kichikina qo'llari to'nglab qolayli debdi. Bir tal sarangining o'ti bo'lsa-mu, qo'llarimni ozroq qisib olar edim, deb o'ylabdi u. Oxir sarangidan bir talni oldi. Saranga posh qilib yenib, illiq va nurli bir yalqinga, kichik bir shamga, ajoyib chiroyli bir yo'riqlikqa aylanibdi. Qizchaq o'zini xuddi ulug' o'tlovldab kuyayotgan to'mir mashning yenida o'ltirgandek sezibdi. Bu o't nima degan chiroyli, nima degan illiq? Bu zada nima ishdi? Qizchaq putlarini isitib olish uchun amdala so'zishiga o't o'chib qopdi. Mashmu ko'rinmabdi. Qo'lida faqat kuyib bo'lgan sarangining ko'tikili qopdi. U yana bir tal sarangini yondiribdi. Umi kuyib yo'riqlik chiqaribdi. Tam ustidagi yo'riqlik tushgan joy teximi yo'rib, nefis oq shoyi pardaga o'xshab qopdi. Qizchaq pardaning u tarafidagi uyning ichida turgan narsalarni ko'rgandek bo'ldi. Tam o'choqda o't gurildab kuyayotgan. Ustalga oppoq dasturxon selingan. Esil qochqumushlar tizilib ketgan. Hammasida shirin mevalar, bo'ri chiqib turgan o'rdak kavoblar. Eng esil yeri bir o'rdak kavobi taxsidan sakrab chiqib, dumbisida ora velkilar esiqlik beti eg'anlab mengib, udul bu kambag'al qizchaqning oldiga keldi. Dal shu chog'da sarangi o'chib qilib, qizchaqning ko'z oldida muzdek ham qilin tom yana paydo bo'ldi. Qizchaq eg'ir xursinibdi. U hali o'z turmushida ko'rilmaydigan narsalarni ko'ribdi. Biroq bu ko'rinishlar uning ko'z oldida bir necha sekundla davomlashib g'oyib bo'ldi. Qizchaq yana bir sarangini yondiribdi. Bu qitim uning ko'z oldida chiroyli milod orchisi paydo bo'ldi.
bu archa u o'tgan yili boy qo'shnisining derisidan ko'rgan archadan cho'ng ham chiroyli ekan. Shoxlarida bir necha ming dona sham yondiruqliq ekan. Esib etilgan rangli rasmlarmi magazinlarning derizlariga esiladigan rasmlarga o'xshash chiroyli ekan. Qizchoq u rasmlarga amdili qo'l uzatishiga saranga yana o'chib qoldi. Eliq shamlar borgan seri egizlab, oxiri hammasi osmondagi nurli yulduzlarga aylanib ketibdi. Shu araliqda bir yulduz osmonda uzun bir qizil nur qoldirib yiqib tushibdi. "Yana kim o'lib ketgandi?" deb o'ylabdi qizchoq. Momsi burun uningga osmondan bir yulduz yiqib tushsa, yer yuzidan bir odam Xudoning dargohiga ketadi degan ekan. Momsi uni birdan bir yaxshi ko'radigan odam bo'lib, o'lli burun o'lib ketgan ekan. Qizchoq yana bir tal saranga yondirgan ekan, atrof yo'rib ketibdi. Shu yo'rg'lik ichida uning momisi ko'rinibdi. Momay shuncha muloyim, shuncha mehribon ekan. "Moma!" deb to'labdi qizchoq. "Menimi alg'ash ketgina bu saranga o'chib qolsili ketib qoladiganingni bilaman. Issiqmashga, mazalik o'rdak kavupiga, chiroyli milod archisiga o'xshashli birdamdala yo'qab ketsan." Shuning bilan u momisini ep qilish uchun qiyib qolgan sarangilarni kayni-kaynidan yondirishga boshlabdi. Bu sarangilarning yo'riqi atrofni kunduzdek yo'rtib etibdi. Uningga momisi bundaq chiroyli, bundaq egiz ko'rinib boqmagan ekan. U bu qizni ko'tirib bag'riga besib, yo'riqlik va xushallik ichida osmonga qarab uchib ketibdi. Ular ushqan seri egizlabdi. Ular so'g'uqmi, ochliqmi, g'am qayg'umi yo'q makonga uchib ketibdi. Endi ular Xudo bilan birga turish fursatiga erishibdi. Atsa atiganda kishilar saranga sotquchi qizchoqning ikki tomning oraliqidagi tor bulungda o'ltirganligini ko'ribdi. Uning ikki mag'zi qizirib ketgan. Lavlarida tabassum qitib qolgan ekan. U yangi yilning harpi kechisi to'nglab o'lib qolgan ekan. Yangi yilning quyoshi ko'tarilib, uning kichkina teniga nur sepishga boshlabdi. U ko'yib bo'lgan sarangi tollarini chin siqimdib olgan ekan. U o'zini isitmoqchi bo'pti-kanda deyishibdi kishilar. Ammo ular sarangi sotquchi qizchoqning ajoyib go'zal narsalarni ko'rganligini, xushal holda momisi bilan birga yangi yilning baxt saodati ichiga uchib ketganligini bilmaydi ekan.